my.gov.uz da notarial harakatlaringiz tarixi bilan tanishing. Buning uchun bosh sahifadan Adliya bo'limiga o'tib, notarial harakatlar tarixi xizmatini tanlang. Xizmat tavsifi bilan tanishgach, foydalanishni boshlang. Notarial harakatlar amalga oshirilgan yilni ko'rsatib, xavfsizlik uchun so'ralgan matematik amal javobini yozing. Shu onning o'zida sizga o'sha yilda amalga oshirilgan harakatlar bo'yicha qisqacha ma'lumot taqdim etiladi. Batafsil tugmasini bosish orqali esa oldi-sotdi shartnomalaringiz, vasiyatnomalaringiz va boshqa harakatlar haqidagi to'liq ma'lumot bilan tanishishingiz mumkin. Eng muhimi, xizmat mutlaqo bepul va avtomatik ko'rinishda taqdim etiladi.